Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Biz Namangan shahar Haqqulobod qishlog'iga fermer xo'jaligiga 110 kilovatli quyosh panel stansiyasini o'rnatib berdik. Shu haqida ozgina ma'lumot bermoqchiman. Quyosh panellarimiz Jinko brendiga tegishli panellar. Temir konstruktorlarimiz ugolnik, profillardan yig'ilgan. 100 kilovat quyosh panel stansiyasini mana o'rnatib qo'ydik. Hozir tomchilab sug'orish uchun ishlayapti. Hozir biz sizlarga montaj jarayonlari, inventorlarni ko'rsatamiz. Hop, biz montaj jarayonlariga yetib keldik. Mana hozir montajimiz o'sha yonmas simimizda bo'lgan, quyoshga qarshi zashtalar qo'yilgan, avtomatlar qo'yilgan. Hop, invertorimiz ish jarayonida, xohlasa. Invertorimiz ishlab turibdi. Deya brendiga tegishli invertor, juda yaxshi invertor ishlab turibdi. Avtomatlar qo'ydik simga qarshi. Ideal ish bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat.